Keling, bugun juda muhim savolni ochiq va aniq tushuntirib beraman. Kimning pensiyasi oshmaydi? Kim standart yosh to'lovlari bo'yicha o'zgarishdan foyda ko'radi? Kim esa kutgandek qo'shimcha pul olmaydi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda pensioner bor yoki ertaga o'zimiz pensiyaga chiqamiz. Eng xavflisi shuki, ko'pchilik pensiyalar oshdi degan xabarni eshitadi. Lekin keyin kartasiga kelgan pulni ko'rib, nega menda oshmadi deb hayron bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men bu mavzuni oddiy tilda misollar bilan kim nimaga haqli ekanini tushuntirib beraman. Avvalo, asosiy muammoni tushunib olaylik. Pensiya oshishi deganda odamlar ko'pincha bitta narsani tasavvur qiladi. Davlat pensiyalarini oshirdi. Demak, hammaning puli bir xil foizda ko'payadi, lekin amalda bunday emas. Pensiya tizimida bir nechta tushuncha bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nafaqa, ustamalar, kompensatsiyalar. Minimal miqdor, bazaviy hisoblash miqdori, ish staji, ish haqi koeffitsiyenti va boshqa omillar. Shuning uchun bir insonning pensiyasi sezilarli oshishi mumkin, ikkinchisiniki juda oz oshadi. Uchinchisiniki esa umuman o'zgarmagandek ko'rinadi. Oldin ko'pchilik pensiya miqdorini asosan stajim qancha, oyligim qancha bo'lgan degan ikki omil orqali tushunardi. Masalan, 30 yil ishlagan odam 10 yil ishlagan odamdan ko'proq pensiya oladi. Yuqori oylik olgan odam past oylik olgan odamdan ko'proq oladi. Bu umumiy qoida sifatida to'g'ri, lekin keyingi yillarda pensiya va nafaqalar bo'yicha indeksatsiya, minimal kafolatlangan to'lovlar, ayrim toifalarga ustamalar, ijtimoiy nafaqalar, ish staji yetmagan fuqarolarga to'lovlar kabi masalalar ko'paydi. Natijada oshadi degan xabar hamma uchun bir xil natija bermaydi. Endi asosiy savol: kimning pensiyasi oshmasligi mumkin? Birinchi navbatda pensiya oshish to'g'risidagi qarorda qaysi to'lovlar nazarda tutilganini bilish kerak. Ba'zida hujjatda aynan pensiyalar oshiriladi deyiladi. Ba'zida ijtimoiy nafaqalar oshiriladi. Ba'zida minimal iste'mol xarajatlari yoki eng kam pensiya miqdori o'zgaradi. Ba'zida esa faqat ayrim standart yosh to'lovlar qayta ko'rib chiqiladi. Agar siz olayotgan pul aynan shu qarorda ko'rsatilgan toifaga kirmasa, sizda oshib bo'lmasligi mumkin. Masalan, birinchi misol. Abdulla aka 64 yoshda 32 yil ish stajiga ega rasmiy ishlagan. Oyligi ham vaqtida pensiya jamg'armasiga tushib borgan. U yoshga doir mehnat pensiyasini oladi. Agar davlat yoshga doir pensiyalarni indeksatsiya qilsa, Abdulla akaning pensiyasi odatda oshadi. Lekin oshish miqdori hamma vaqt qo'limga 300 ming so'm ko'proq tegadi degani emas. Agar qarorda 10% indeksatsiya bo'lsa, uning hisoblangan asosiy pensiyasi va ayrim ustamalari qayta hisoblanadi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar indeksatsiyaga kirmasligi mumkin. Shunda odam televideniyada 10% deyishdi. Nega menda kamroq chiqdi deydi. Sababi 10% hamma hamponentga emas, belgilangan qismga qo'llanadi. Ikkinchi misol. Saodat opa 62 yoshda, lekin rasmiy ish staji yetarli emas. U mehnat pensiyasi emas, yoshga doir ijtimoiy nafaqa yoki staji yetmagan fuqarolarga beriladigan to'lov olishi mumkin. Bunday to'lovlar standart yosh to'lovlari deyilganda aynan shu guruhga yaqin bo'lishi mumkin, lekin har bir o'zgarishda ular avtomatik oshadi deb bo'lmaydi. Agar qaror faqat mehnat pensiyalariga tegishli bo'lsa, Saodat opa kutgan oshishni ko'rmasligi mumkin. Agar qaror ijtimoiy nafaqalar miqdorini ham oshirsa, unda oshadi. Demak, siz avval o'zingiz qanday to'lov olayotganingizni aniqlashingiz shart. Pensiyami, nafaqami, kompensatsiyami yoki ustamami? Uchinchi misol. Rustam aka pensiyaga chiqqan, lekin ishlashda davom etyapti. Ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi masalasida ham odamlar ko'p chalkashadi. Ba'zi hollarda pensiya to'liq to'lanadi. Ba'zi davrlarda qonunchilikda cheklovlar bo'lgan, ayrim toifalarda alohida tartiblar qo'llanadi. Eng muhimi, ishlayotgan pensioner har yil yoki ma'lum davrda qayta hisob-kitob qilish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Chunki u pensiyaga chiqqandan keyin ham badal to'lab ishlayotgan bo'ladi. Lekin bu avtomatik ravishda har oy oshadi degani emas. Agar u pensiya jamg'armasiga murojaat qilmasa yoki ish beruvchining ma'lumotlari to'g'ri topshirilmagan bo'lsa, qo'shimcha staj va daromad hisobga olinmay qolishi mumkin. 4-misol. Malika opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Chunki turmush o'rtog'i vafot etgan. U eshitadi, yoshga doir to'lovlar oshdi. Lekin uning olayotgan puli yoshga doir pensiya emas, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya. Agar hujjatda aynan barcha pensiya turlari indeksatsiya qilinadi
deyilgan bo'lsa, uning to'lovi ham oshishi mumkin. Agar faqat yoshga doir standart nafaqalar haqida gap ketayotgan bo'lsa, malika opaning puli o'zgarmasligi mumkin. Shuning uchun har safar yangilikni eshitganda sarlavhaga emas, to'lov turiga qarash kerak. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa tinchoq bo'lishi mumkin? Xavotir olishi kerak bo'lgan birinchi guruh. Pensiya miqdori minimal darajaga teng yoki unga yaqin bo'lganlar. Nega? Chunki minimal pensiya yoki minimal ijtimoiy to'lov oshganda aynan shu guruh foyda ko'rishi mumkin. Lekin agar sizning hisoblangan pensiyangiz minimal chegaradan biroz yuqori bo'lsa, yangi minimal miqdor sizga ta'sir qilmasligi ham mumkin. Masalan, deylik minimal to'lov 800 ming so'mga oshdi. Siz taxmin 70 ming so'm olgan bo'lsangiz, sizning to'lovingiz 900 mingga yetkazilishi mumkin. Lekin siz 1 million 200 ming so'm olgan bo'lsangiz, faqat minimal chegaraning oshishi sizga alohida ta'sir qilmaydi. Sizga faqat umumiy indeksatsiya bo'lsa ta'sir qiladi. Ikkinchi xavotir guruhi hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Men amaliyotda ko'p ko'raman, odam 25 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri, korxona nomi o'zgargan. Arxivda ma'lumot topilmaydi. Oylik haqida spravka yo'q. Harbiy xizmat davri yoki bola parvarishi davri hisobga olinmagan. Shunda pensiya kam chiqadi. Keyin pensiyalar oshganda ham u odam kamroq oshish oladi. Chunki asosiy baza boshdanoq past hisoblangan. Bu juda muhim. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, keyingi oshirishlar ham noto'g'ri asos ustiga qo'llanadi. Uchinchi guruh chet elda ishlaganlar yoki norasmiy ishlaganlar. Ko'p fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan, lekin rasmiy badallar to'lanmagan yoki hujjatlar to'liq emas. Pensiya tayinlashda faqat men ishlaganman degan gap yetmaydi. Hujjat, tasdiq, badal, shartnoma, arxiv ma'lumot kerak bo'ladi. Norasmiy ishlagan yillar ko'pincha stajga kirmaydi. Natijada odam yoshi yetganda standart yosh nafaqasiga tushib qolishi mumkin. Bu esa mehnat pensiyasidan kam bo'ladi. Keyin nega mening pensiyam oshmadi degan savol tug'iladi. Sababi u mehnat pensiyasi oluvchilar guruhida emas, boshqa toifadagi to'lov oluvchilar guruhida bo'lishi mumkin. 4-guruh ustama oladiganlar. Masalan, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz pensionerlar yoki alohida imtiyozli toifalar bo'yicha ustamalar bo'lishi mumkin. Ba'zan asosiy pensiya oshadi, lekin ustama o'zgarmaydi. Ba'zan aksincha. Aynan ustama oshadi, lekin asosiy pensiya o'sha qoladi. Shuning uchun kartaga tushgan umumiy summaga qarab darhol xulosa chiqarmang. Siz asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha deb alohida ajratib ko'rishingiz kerak. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin degan savolga o'tamiz. Agar siz rasmiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, staj va ish haqi ma'lumotlaringiz to'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasidagi shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, qaror aynan sizning pensiya turiga tegishli bo'lsa, odatda oshirish avtomatik amalga oshiriladi. Siz har safar alohida ariza yozishingiz shart bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir tekshirishini maslahat beraman. Chunki avtomatik tizim ham inson kiritgan ma'lumotlarga tayanadi. Ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, avtomatik hisob ham noto'g'ri bo'ladi. Endi qoidaning nozik joylariga kelamiz. Birinchi nozik nuqta. Pensiya oshdi degan xabar bilan pensiyaning minimal miqdori oshdi degan xabar bir narsa emas. Agar faqat minimal miqdor oshsa, yuqori pensiya oluvchilarga bu ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, siz 2 million 500 ming so'm pensiya olasiz. Minimal pensiya 200 mingdan 900 mingga oshsa, sizning pensiyangiz avtomatik 2 million 600 ming bo'lib qolmaydi. Chunki minimal miqdor faqat past pensiyalarni belgilangan chegaragacha ko'tarish uchun ishlaydi. Ikkinchi nozik nuqta, pensiya qayta hisoblanishi uchun sabab bo'lishi kerak. Masalan, siz pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil rasmiy ishladingiz. Bu darhol har oy pensiyangizni oshirib yubormaydi. Siz belgilangan tartibda murojaat qilishingiz, ish faoliyatingiz bo'yicha ma'lumotlar bazada borligini tekshirtirishingiz kerak bo'lsa, qayta hisoblashni so'rashingiz kerak. Agar ish beruvchi sizni rasmiy ko'rsatmagan bo'lsa yoki to'lovlar bo'yicha hisobot topshirmagan bo'lsa, sizning mehnatingiz pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. 3-nozik nuqta. Qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish yoki boshqa ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolishlarga duch keladi. Shunda pensiya oshgan bo'lsa ham qo'lga tegadigan summa o'zgarmagandek ko'rinishi mumkin. Masalan, pensiya 100 ming so'mga oshdi, lekin ijro bo'yicha ushlab qolinayotgan summa ham hisob-kitobda o'zgardi.
yoki oldingi qarzdorlik yechib olindi. Pensioner pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida hisoblangan pensiya oshgan, lekin qo'lga beriladigan puldan ushlab qolingan. 4-chi nozik nuqta bank kartasi va to'lov sanasi. Ba'zan oshirilgan miqdor birinchi oyda to'liq ko'rinmaydi, chunki qaror qaysi sanadan kuchga kirgani, pensiya qaysi davr uchun to'langani, bankka ro'yxat qachon yuborilgani muhim. Masalan, oshirish maydan belgilangan, lekin siz aprel oyining pensiyasini may boshida olgan bo'lishingiz mumkin, yoki qayta hisob keyingi to'lovda farqi bilan keladi. Shu sababli birinchi tushumga qarab vahima qilish kerak emas. Lekin albatta hujjatli tekshirish kerak. 5-nozik nuqta standart yosh to'lovlari deganda hamma bir narsani tushunmaydi. Kimdir buni yoshga doir mehnat pensiyasi deb tushunadi. Kimdir staji yetmagan keksalarga beriladigan ijtimoiy nafaqa deb tushunadi. Kimdir minimal pensiya deb tushunadi. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Har bir yangilikda atamalarga e'tibor bering. Agar hujjatda yoshga doir pensiyalar deyilsa, bu bir toifa. Agar yoshga doir nafaqalar deyilsa, bu boshqa toifa. Agar pensiya va nafaqalar miqdori deyilsa, qamrov kengroq bo'lishi mumkin. Agar eng kam miqdor deyilsa, bu faqat past to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. 6-chi nozik nuqta oila a'zolari nomidan noto'g'ri xulosa chiqarish. Ko'p farzandlar ota-onasining kartasiga qancha pul tushganini ko'rib, nega oshmadi deb xafa bo'ladi. Lekin ular ota yoki onasi aynan qaysi to'lovni olayotganini bilmaydi. Masalan, ona yoshga doir pensiya oladi, ota esa nogironlik pensiyasi oladi. Yoki biri mehnat pensiyasi, biri ijtimoiy nafaqa oladi. Ularning oshishi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Shuning uchun oilada avval to'lov turini aniqlang, keyin solishtiring. Endi amaliy qadamlar haqida gaplashamiz. Men har bir tomoshabinga quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniqlang. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz, MyBokkazako'p uz orqali elektron xizmatlardan foydalanishingiz yoki tegishli idoradan ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Sizga kerak bo'ladigan savol juda aniq bo'lsin. Men olayotgan to'lov yoshga doir mehnat pensiyasimi, yoshga doir nafaqami, nogironlik pensiyasimi yoki boshqa to'lovmi? Ikkinchi qadam, pensiya hisob-kitob varaqasini so'rang. Oddiy qilib aytganda, sizning pensiyangiz nimadan tashkil topganini bilishingiz kerak. Asosiy miqdor qancha, staj uchun qo'shimcha qancha, ustama bormi, kompensatsiya bormi, ushlab qolish bormi? Ko'p muammo aynan shu joyda ochiladi. Odam umumiy summani biladi, lekin tarkibini bilmaydi. Tarkibni bilmasangiz, o'sha qaysi qismga qo'llanganini ham bila olmaysiz. 3-qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjati, ta'lim davri bo'yicha hujjatlar, bola parvarishi davri, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, ish beruvchidan olingan tasdiqlar, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, uning huquqiy vorisi bor yo'qligini aniqlang. Agar mehnat daftarchasida xatolik bo'lsa, tuzatish kiritish tartibini so'rang. 4-qadam, yozma ariza qoldiring. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin rasmiy natija uchun yozma murojaat muhim. Arizada shunday yozishingiz mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni. Pensiya tarkibi, hisobga olingan ish staji, ish haqi davrlari, ustamalar va ushlab qolishlar haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar siz pensiya oshirilmagan deb hisoblasangiz, so'nggi indeksatsiya yoki miqdor o'zgarishi menga tatbiq etilmaganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Rasmiy javob keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. 5-qadam. Javobni tekshiring va kerak bo'lsa shikoyat qiling. Agar pensiya jamg'armasi javobida xato ko'rsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, xalq qabulxonasiga yoki elektron portal orqali murojaat qilishingiz mumkin. Agar masala hujjat yetishmasligi bilan bog'liq bo'lsa, avval hujjatni topishga harakat qiling. Agar sizda hujjat bor, lekin hisobga olinmagan bo'lsa, uni ilova qilib qayta hisoblashni talab qiling. Har bir murojaat nusxasini, qabul qilingan sanasini, javob xatini saqlab qo'ying. 6-qadam, kartaga tushgan pulni alohida nazorat qiling. Har oy bank ilovasidan yoki bankdan ko'chirma oling. Pensiya qachon tushdi, qancha tushdi? Oldingi oy bilan farqi qancha? Ushlab qolish bormi? Qo'shimcha to'lov kelganmi? Shularni yozib boring. Ayniqsa pensiya oshirilgan davrlarda 2-3 oy kuzatish muhim. Ba'zan farq keyingi oyda qo'shib beriladi, ba'zan esa xato bo'lsa, aynan ko'chirma bilan isbotlaysiz. 7-qadam,
Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, hozirdan tayyorlaning. Bu mavzu faqat bugungi pensionerlarga emas, g'irtim del eftu yoshdagi odamlarga ham tegishli. Rasmiy ishlang. Ish beruvchi sizni to'liq stavkada va haqiqiy oylik bilan ko'rsatayotganini tekshiring. Konvertda oylik bugun yaxshi ko'ringani bilan ertaga pensiyada zarar bo'ladi. Har bir ish joyingiz bo'yicha buyruq shartnoma, mehnat daftarchasi yozug'i, ish haqi ma'lumotlarini saqlang. Chunki pensiya yoshiga yetganda bitta yetishmagan hujjat butun hisob kitobni pasaytirib yuborishi mumkin. Endi yana bir muhim masala. Pensiyasi nega umuman oshmagandek ko'rinadi? Buning bir nechta sababi bo'lishi mumkin. Birinchisi, sizning to'lov turingiz o'sha oshirish doirasiga kirmagan. Ikkinchisi, oshish faqat minimal miqdorga tegishli bo'lgan. Siz esa undan yuqorida bo'lgansiz. Uchinchisi, oshish hisoblangan, lekin ushlab qolishlar sabab qo'lga tegadigan pul o'zgarmagan. To'rtinchisi, to'lov sanasi sabab farq keyingi oyga qolgan. Beshinchisi, ma'lumotlar bazasida xato bor. Oltinchisi, siz kutgan foiz umumiy summaga emas, faqat asosiy qismga qo'llangan. Masalan, odam 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Yangilikda umum foiz oshdi deyiladi. U 1 ming so'm kutadi. Lekin uning umumiy summasida 1 million 200 ming so'm asosiy pensiya, 200 ming so'm ustama, 100 ming so'm boshqa kompensatsiya bo'lishi mumkin. Agar oshirish faqat asosiy pensiya qo'llansa, 1 ming so'm oshadi. Agar ustama indeksatsiya qilinmasa, jami 1 million 60 ming bo'ladi. Odam esa 30 ming yetishmayapti deydi. Aslida hisob kitob tartib boshqacha bo'lgan. Yana bir misol, pensioner 900 ming so'm oladi. Minimal miqdor 1 million so'mga yetkazildi. U 20 ming so'm oshish ko'radi. Boshqa pensioner 1 million 70 ming so'm oladi. U esa hech narsa ko'rmasligi mumkin, chunki u allaqachon yangi minimal miqdordan yuqorida. Bu adolatsizlik tuyulishi mumkin, lekin minimal kafolat mexanizmining maqsadi past to'lov oluvchilarni belgilangan darajaga olib chiqishdir. Hammani bir xil oshirish emas. Xulosa qilib aytaman. Pensiya oshdi degan xabarni eshitganingizda darhol xursand bo'lib ham, darhol xafa bo'lib ham yubormang. Avval o'zingiz qaysi to'lov turini olayotganingizni biling. Keyin qaror aynan qaysi toifalarga tegishli ekanini tekshiring. Pensiyangiz tarkibini so'rang. Staj va ish haqi ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganini tekshiring. Agar o'shish bo'lmasa, sababini yozma ravishda talab qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Bugungi mavzudagi eng asosiy fikr shuki, pensiyasi oshmaydiganlar ham bo'lishi mumkin, lekin bu har doim xato degani emas. Ba'zan qonuniy sabab bor, ba'zan to'lov turi boshqacha, ba'zan minimal miqdor sizga ta'sir qilmaydi. Ba'zan esa haqiqatan ham hisob kitobda xato bo'ladi. Sizning vazifangiz vahima qilish emas, hujjat bilan tekshirish. Agar sizda yoki ota-onangizda pensiya oshmagan bo'lsa, izohlarda yozing qaysi to'lov turini olasiz, qancha edi, qancha bo'ldi, qaysi viloyat yoki tumandasiz. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini vaqtida talab qila oladi.